issiqxona necha pulga bitadi o'zi deyishyapti. Hozir men eng osonini, arzonini, baquvvatini hisoblab beraman. Xo'p, tom material, tom konteyner mahsulotini tomidan qalinlik chiqadi. Shundan qilib berishyapti ustalarimiz. 3,5 million so'mlik temir material ketyapti. Havo berishga truba, bunaqa g'ildiraychalarga 1 million so'm rasxod ketyapti ekan. Xizmat haqqi 1 million 200 mingdan 1,5 milliongacha bo'lyapti ekan. Endi salafan yopishiga, salafaniga, zajimiga, salafan zajimni sifatiga qarab 1 million 200 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha mahsulot ketyapti ekan. Salafanchilarimiz xizmati 400 mingdan 450 minggacha bo'lyapti ekan. Shunda 6 million so'mga temir qovurg'alari bo'lyapti. Salafan mahsulotlari xizmati bilan 1 million 950 mingga bo'lyapti. Shunda jami 7 million 950 ming so'mga bir sotik issiqxona mana betonlarisiz bityapti. Endi videoda ustalarimiz, salafan usta, temir usta, svarchilarimiz ko'rishyapti. Salafan sotadigan ustalarimiz ko'rishyapti. Xizmatlaringni, nomerlaring bilan qaysi joyda ishlayotgan bo'lsalar, shuni yozib qo'ysalaring ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Salomat bo'linglar.